Alloh men bilan. Alloh meni ko'rib turibdi. Alloh meni guvohim deb 3 marta aytib qo'ygan, xo'pmi dedi deydi. Xo'p dedimda, shuni har turganimda aytadigan bo'ldim deydi. 3 martadan. Keyin bir muddatga yetganda tog'am yana kelib, "Aytyapsanmi?" "Ha, aytyapman, mana aytib beraymi?" deb aytdi. Endi 11 marta qilgan, xo'pmi dedi. Xo'p deb yana 11 martadan aytdim deydi. Bir muddatda shu kichkina bo'lsam ham deydi, halovatini Alloh qalbimga soldi deydi. Tog'amga aytdim, unaqa bo'lsa menga qaragan. Jiyan, Sahil, menga qara. Alloh sen bilan, ha? Alloh seni ko'rib turibdi, ha? Alloh seni guvohing, ha? Unaqa bo'lsa Allohga osiy bo'lma dedilar. Seni ko'rib tursa, bilib tursa, guvoh bo'lib tursa, Allohga gunoh bo'ladigan ishlarni qilmagan, xo'pmi dedi. Xo'p dedim deydi. U hali kichkina bola, lekin shunga ko'nikdi. 6 yoshimda Qur'onni yod qildim, keyin maktabga bordim. Undan keyin kimsan? Sahl ibn Abdulloh bo'ldim deydi. Sahl ibn Abdulloh dunyoda eng mashhur odamlardan, taqvoda, ruhiy tarbiyada nihoyatda zo'r odamlardan.